Allohim, Allohim, Allohim chaqiring deganlarni hammasini mana shu joyda nomlarini aytib chaqiraman. Parvardigorim, dargohingda qabul qilgin. Niyatlarimni yetkazing deganlarni niyatlarini aytyapman. Dargohim o'zingda, dargohingda qabul qilgin. Allohim, bolalarim tan jonni sog', umrini uzoq qilgin, ko'p qatorida o'zing saqlagin. Nevaralarim peshnasiga solgin. Bolalarim dardiga shifo bergin. Umrini uzoq, rizqini ulug' qatoridan xato qilmagin. Tan jonni sog' qilgin. Shularga bosh bo'lib yuzlariga kirib yurishlikni nasib ro'zalilarga qayta kelishlikni o'zingdan so'rayman. Mahallamizni ayollari, turmush o'rtoqlari, farzandlari bilan hammalarini noilaxonda turmush o'rtog'i bilan kelishlikni so'rayman. Allohim, nomlaringda alohida aytolmayman Parvardigor, chunki bu juda ham to'polon to'lib yotibdi. Xafa bo'lmanglar Shahzodaxon. Hammalaringda Sivadagilarni hammasini chaqiraman Parvardigor. Ilohim kelib mana shu baytlarni ziyorat qilish sizlarga ham nasib ro'zi aylasin. Amin, amin, amin.